Salom bilan sizlar bilan Reker. Xullas biz bugungi o'yinimiz shu qo'riqchilik. Qani bo'lsam let's go. O'yinga mana boshlandi. Yaxshi atrofga qaraymiz. Bunga soltamiz, shodda narsalarni urib ko'ramiz. Voy qariyajoni. Mana tezroq birinchi xaridorimiz salom. Siz hammangizni sotib yuboramiz. Ana sotildi bitta narsa. Kepka ham qimmatroq. Mana necha pul? 30 ming ekan. Qo'lda qurol menimcha pul necha pul bo'lmasa kerak, pulli bo'lmasa kerak. Hozir bir ko'ramiz. 0 ming so'm. Mayli sotib yuboramiz buni ham. Suvoshi va qizg'onlar suvoshini tugat emasmi? Yoshingni qara. Oyoq kiyimlar mana qizg'onlar emas. Chidasa bo'ladi. Buni sotib yuboramiz. Yaxshi, bu tarafini ham sotib yuboramiz. Bizga farqi yo'q. Yaxshi. 110 ming ekan qo'yil. Bunga 460 ming pulimiz bor ekan. Hop. Oyoq kiyimdan bo'lmadi. Hop, bo'lsam bunda ashini oldik. Menga qanaqadir arzon ekan, menga yoqdi ham rangi. Yaxshi, bunga nima samarga ichdimikan? Yashini tekshirib ko'ramiz. Bo'l og'ziga qo'yamiz. Ichmabdi pashti. Jakob ichmagan, shuning uchun buni o'tkazib yuboramiz. Yaxshi o'tkazib yuboramiz. O'tvordik. Yaxshi o'zi qaytib keladi. Bunday narsa borligini ko'rib oldik. Qo'yamiz. O'tvoramiz. Bunga mayli o'tib ketaversin. Betga qo'yib qo'yaman. Unga so'sh kiyib, oyoq kiyimga narsa oyog'iga anaqa qilmabdi. Bu kim endi? Oho. Aytmasam ezvordi. Buni ham narsalarni sotib yuboramiz. Hech nima qilmaydi, o'lib netib qolmaydi. Mayli. Zaryadim juda oz. Kamida 12 ekan. Mayli. Chidasa bo'ladi bunga. Hop, yaxshi bo'ldi, yaxshi. Buni aniqlarni o'ylab olish kerak. Buni ushlash qiyin ekan. Bittasini ushladik, ezib machaqlab yuboramiz. Va ko'zini qarang. Qarab turlar ko'zini. Qarang, qarab tur. Ko'zini ishib ketganlarni ko'rdinglarmi? Yaxshi, buni ham sotib yuboramiz. Sochlarini soqqa yuramiz. Mayli, yana oz qilib yangi sochlarni qo'yib beramiz. Necha yildan beri kiymagan bu sochlar. Oyoq kiyimini ham sotib yuboraylik, mayli, oyoq kiyimini ham sotib yuboramiz. Farqi yo'q, bizga bilasizlar. Mayli, sotdik, soqqa yuramiz. Yaxshi, 9 tadan qanisi birini ochmagan ekanmiz. Bitta sochdan 9 dan birini ochgan ekanmiz. Mayli, buni kiyamiz. Bitta oyoq kiyimim ochish kerak. Balkim buni ochamiz yoki oyoq kiyim. Mayli, oyoq kiyimni ocha qolamiz. Menga qora yoqdi. Ashni ochaman. Yo, buni tepasidagi chiroyliroq ekan. Ashni ochishga qaror qildim. Menga noodatiy yoqdi-da. Shuning uchun juda chiroyli ekan. Vaqtimiz bo'lib qolyapti. Hozir menimcha o'chirsa kerak. Menimcha shu joyda video tugasa kerak. Kanalimizga obuna qo'ying, iltimos. Shuncha qilayotgan harakatimiz befoyda ketmasin. Buni ham ochaymi yo ochmaymi? Pul yetmas ekanda, mayli. Tomog'im ajoyib qirilyapti.